Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ali roziyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun: "Ya Ali, men senga 5000 ta qo'y beraymi yoki 4 kalimali duo o'rgataymi?" deb marhamat qildi. Ya'ni shunday dedi. Ali roziyallohu anhu o'zidan keladigan hadisda ushbu duo rivoyat qilinadi. Ya'ni bu senga aytadigan duoyim shundan iboratki, dunyo islohi, dunyoda ofiyatda, xotirjamlikda yashashliging uchun sabab bo'ladigan duolardan biri dedi. Shunda Rasul Ali roziyallohu anhu aytdilarki, menga 4 kalimali duoni o'rgating, menga 5000 ta qo'y ko'plik qiladi yo Rasululloh dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Allohumma g'firli zambi va wa'si xuluqi va tayyibli kasbi وقنيني بما رزقتني ولا تسحب قلبي إلا شيء صرفته عني deb duo qildilar. Ya'ni duoning ma'nosi shundan iboratki, ey Allohim, meni gunohlarimni kechir, meni ofiyatda saqla, meni kasbi korimga, topgan tutganlarimga o'zing baraka ber, o'zing haloldan qil, topganimni haloldan qil, ishlarimni yengil qil va meni xulqimni chiroyli qil degan mazmundagi duolar edi. Mana bu duoni qanchalik muhim ekanligini tushunib yetdingiz. Ali roziyallohu anhu 5000 ta qo'yga alishtirmagan duo edi. Mana bu duoni qilib yuradigan bo'lsak, inshaalloh bu dunyo islohi qalblarimizda xotirjam, topgan tutganlarimizga, kasblarimizga Alloh taolo baraka beradi va haloldan rizq topishligimizga inshaalloh sabab bo'ladigan duolardan. Zero Alloh taolo menga duo qilinglar, men sizlarni duolarni qabul qilaman deb marhamat qilgan Qur'onda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.